Azizlar, mana avvalambor Oliy yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Mana shunday yurtboshimizda katta bir xizmatlari, oliy yurtimiz tinchligida bo'lsin. Bugun Umra haj safariga bu hoji akamlarni kuzatyapmiz. Bu akalarimiz safarlarini bexatar qilyapti. Mana jo'llarni sog' qilgin, salomat qilgin. Mana bu Umra safarlariga, katta hajlarga mana shu davrdagi aka-ukalarimizni ham, butun xalqimizni birgalikda borib ibodatlarni qilib, Allohimga labbeyka la sharika laka labbeyk deb yurtboshimizdan tortib xalqimizni duo qilishlik shu hoji akalarimiz hammalarimizga nasib bo'lsin. Amin. Akalar, hoji akalar, safarlaringiz bexatar bo'lsin. Allohning panohiga qilayotgan borib o'sha ibodatlarni qilib bizlarni hammalarimizni yurtboshimizdan tortib yurtimizni duo qilinglar. Qani jonlaringiz sog' bo'lsin. Qo'shganlarimni qo'sha qarib aziz farzandlar baxt kamol ko'rib, Allohim Alloh bergan nabiralaringizni olimu fuzolo qorilarsin. Yana sog' salomatlikda bag'ri butunlikda mana shu mehmonxonada chiroyli oshlar ustida dasturxon atrofida o'tirib, sizlarni bizlarni duo qilishlaringiz nasib bo'lsin. Dasturxonlardan olib qo'ying. O'zim o'tamiz. Yo'q. Bo'ldi, Sharjon xudo xolasa. Yana boramiz. Bo'pti, Abjabor tog'a yaxshi borib keng. Borib bo'lakda. Yo'q, bo'ldi. Bo'ldi. Sog' salomat bo'ling. Mazax beylar aka.